Bizda mikrovolnovkamiz defekt kuzatilyapti. Hozir yoqib ko'ramiz. 3 kun ko'rinib turibdi, qizarib turibdi. Sababi esa zang tushish oqibatida slida plastinka kuyib ketgan. Buni almashtirsa yana normal holatda ishlayveradi. Shuni kesib almashtirib ko'ramiz. Bizda bunday tayyor sotiladi. 5000 so'mga olindi. Mana shuni kesib qo'yib yuboramiz. Mana bizda kuyib ketgan. Bunga sabab esa mana bu qismida uni ko'rish mumkin. Kichkinagina zanglagan joyi bor. Mana bu yerda. Shuni kraskalab qo'yish kerak. Mana bu yerlari zanglagan. Mana shu zang tushish oqibatida mana shuni defekt kuzatiladi. Kuyib ketadi. Shuni almashtirish kerak. Mana bitta olganimdan ikkita plastinka yetadigan chiqargan, shuni kesib qo'yib yuboriladi. Mana kuygan olib tashlab, o'rniga xuddi shunday boshqa qirq qo'yib qo'yildi. Qirqildan oralanda qo'yamiz buni. Mana o'rnatildi yangisi. Idishda suv quyib mana normal holatda ishlayapti. Hech qanaqa shovqin, uchqun yo'q. Isidi?